to'p bilan chap qanotdan Parpion bu jarima maydonchasiga yaqinlashib keldi, bir futbolchini aldab o'tdi. Nahotki shu yerda hozir ko'ramiz va baho beramiz. Famin noto'g'ri tashlandi. Bilmadim, balki yo'q, to'p qo'liga tegmagan-ku. Yana bir bor. Qanday qilib penalti belgilash mumkin? Qanday qilib? Moon Chang-jin va uchrashuvda hisob ochildi. Moon Chang-jin albatta hali faqat Al-Mirdasi mana shu vaziyatni balki keyinchalik takrorlarda ko'rib chiqar. Hozir darvozabon o'z o'rnida turganida to'pni qaytarar ekan. Biroz vaqtliroq otilishni boshladi va natijada birgina xato boshqa futbolchilarga ham ta'sir qiladi va ular ham orqaga qaytishga majbur bo'lishadi. Va mana e'tibor bering, qarshi hujumda endi koreyalik futbolchilar oldiga qarab borishmoqda. Yaxshi imkoniyat, darvoza bo'sh qoldirildi, zarba. 2-0. Moon Chang-jin dubl muallifiga aylanmoqda. Mana o'sha bitta xato qayerdan boshlandi? Jamshid Iskandarovga to'pni yetkazib berishdagi xato, tezkor qarshi hujum va Hwang Hee-channi o'tkazib yuborishdi. Bu yerda Akromjon Komilov ham kech qoldi va natijada darvozabon ham ulgurmadi. Faminni yaxshi aldab o'tganiga e'tibor bering. To'pni yetkazib berilishi, Komilov to'p uchun oxirigacha yugurishi kerak edi. Akromjon Komilov to'xtab qolishi kerak emas edi. Oxirigacha mana qarang, nima uchun to'xtab qoldi? Oxirigacha borganida albatta to'p yo'nalishini o'zgartirishi holatlarda ko'ryapmizki, futbolchilarimiz bir-birlarini tushunmay qolishmoqda. Juda chiroyli chiqdi bu safargi to'pning oshirilishi. Yaxshi. Zarba. Gol! Voh, qanday chiroyli gol. Bo'lar ekan-ku. 1-2 Dostonbek Hamdamov. Osonning eng yaxshi yosh futbolchisi ekanligi esiga tushib qoldi. Va ajoyib zarba bilan hisobdagi farqni qisqartirmoqda. G'oyat. Dostonbek. Birinchi zarba. Birinchi zarba ikkinchi o'rindagi aniq va tiniq juda chiroyli tarzda chiqdi. 1-2 qandaydir umid uchqunlarini